هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 12-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilqun. Qadrli qarindoshlarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu go'zal, muborak oy kirgan birinchi kundan boshlab huzuringlarda har kuni mushu soatlarda bo'lib kelayotgan programmamizda bu go'zal oyning fazilatidan foydalanish bilan birga Süymlük Peygamberimiz gözümüzün nuru boğan, bizden yolbaşçımız boğan Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'nin güzel ahlakını özümüzün hayatında özleştiriş, şu güzel ahlaklar bilen yaşaş ve şu güzel ahlaklarını insaniyetki yeyiş üçün bir tirişallık kösteyil diye maksatla başlayan programımız bugün 12. sanık kep turuptuk. Her programımızda farklı bir mavzuda toxtulup kilovatımız. Programımızın daimlik mekmeni hemen tanışık boğan Şark Türkistan Ölümalar Birliği azası davetçi Habibullah Kösani ustaz teklif kıldığı kıymetli vaktin çıkarıp kepegeli üçün aldı bilen köptün köp rahmet etimiz özge. Sizlerge rahmet, Allah razı olsun. Ramazanların Allah kabul kılsın inşallah. Amin amin inşallah. Rahmet Allah razı olsun. Hem de her bir bölümde biz farklı bir mavzu toxtuluvatımız dedim. Şunaqla qarindoshlarımızga programımızda arkana bir sual bo'lsa, ekran oldiga chiqib turgan nomer orqali bizga yozishinglarni va ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham barlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi mavzuimiz Rasululloh va musibat haqida ana mavzuimiz, bosh mavzuimiz bu. Şu an müşahede bir vasıta programa kirsak, hurmatli ustoz, bugun hamda shu Rasululloh musibatga qanday muomala qiladi degan nuqtadan boshlasak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizni mush Ramazan'a ulaştırıp mush Ramazan'ı tutuşqı nisip qilgan Allah'ım sanalar olsun. Ve bütün roz tutgan qarindoshlarımızın rozunu qabul qilsin inşallah. Günahlarını affu qilib ishki dunyoda aziz qilsin. Shunda vatanimizda bo'layotgan zulmni bir kötürük üçün Allah maş uluq Ramazan'ı qılıvatqan dualarımızın icabat qilsin. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki bu dünyani yaratıp ve bu dünyada bir köngülsüzlüklerini baş ağrıqının buluşunu Allah'ın bir hikmeti hal edemdi. Şunun için bu dünya baş ağrıqdan, imtihandan, balay apetten hal emas. Hoş. Hamda kimki hamda bunu qabul qilmasa, yani bunu to'g'ri tushunmasa, ya bandachilikni yoki bu hayot dunyoni tushunmagan odam bo'ldi. Hatto payg'ambarlarningki beshig'am balolar keldi. Hatta eng yuqori keldi. Nimishqa desam, bu dunyo imtihon dunyosi. Oxirat jazo mukofot dunyosi. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de tilkel eyyamu nudawiluha beynen nas deydi. Biz bu küllerini kişilerin beşide aylandırırız. Yani 15 karangu 15 aydın külgeller külüp kalmaydı, yığılğanlar yığılıp kalmaydı. Yani bu imtihan bo'lgandan imtihanın ki ısığı buldu, soğuğu buldu, hoşallığı buldu ve köngülsüzlük yığısı buldu. Yani bunu bilişimiz gerek. Anladın ki hem de bu yaşagan ekanmiz beşimizga chuqum bir baş ağrıqning ki musibatning kelishi aniq bo'lgan ekan, biz bir musulmon bo'lib sifatimiz bilan bizningki o'rnikimiz, yo'lboshchimiz, bayroqdorimiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning mush musibat kelgan vaqtda qanday pozitsiyada bo'ldi, qanday inkas qaytirdi. Bu shu bak muhim. U musibatning kelishi aniq-ku. Sizge mi keldi, manga mi keldi, unaga mi keldi, musulmonga mi keldi, kafirga mi keldi. Amma mush musibatga qanday inkasda bo'ladi? Bu bek muhim. Qanday inkas qaytaradi?
Şoning uchun Rasulullahning mana shu musibatga qanday bir inkas qaytarishni bilish biz uchun bek muhim. Onun üstüge elhamdülillah musibatning hammaslam yomon bo'lmaydi. Bazı musibetler ko'rinishda musibatda ko'rinsimi, uning natijasi biz uchun yaxshi bo'ladi. Şu Allah Subhanahu taala Qur'oni Karimda asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Bazı ishlarni yomon ko'rib qilish ehtimolinglar bor. Mohiyatda bu ish sizlar uchun foydali deydi. Şu hammamiz shaxsiy hayotimizda bunday o'ylanib baqsaq, dastlab voy nima ish unda bo'lgandi, voy bo'lmasa bo'ptikan degan ishlarning keyincha yaxshi bo'lganligini bilib olamiz. Hozir fursatdan bo'ldi bo'lsa men nurg'un tajribalar bor. Masalan, sura Kahfni o'qisaqmi shu? Kahf surasida oxirgi 3 qismi Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomniki. Paraxutni nima uchun teshivyapti? Balni nima uchun o'tiryapti? Nima uchun o'lib ketgan tamni qo'yib qo'ymoq? Hammani musulmonlar yaxshi o'qisa, ya'ni balaninki hammasi musibat emas. Buni bilish kerak. Hamda mening shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musibatga qanday muomala qiladi deganda buni alqi deb kelsak bak gap chiqgan, ya'ni Rasulullohning. Lekin mening eng hayron qolgan ham biz o'rganishga tegishli bir nuqtani degim kelyapti. Masalan, Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Mekke'de tug'ildi, 40 yoshga kirgacha xotirjam bir normal insondak shu jamiyatda obro'yliq o'zi iqtisodiy jihatdan yaxshi, masalan Xadicha onamizdan to'yqandan keyin Rasulullohning iqtisodi yaxshilandi, chunki Xadicha onamizdan bilan tijorat qildi, ish yaxshi. Ya'ni nati bir yaxshi turmushda ketib boradi. Hamda payg'ambarlik shundoq kelgandikilam payg'ambar alayhisolamning eng yaqinlari Rasulullohni inkor qildi. Eng yaqinlari, tuqqanlari, tog'illarining ayollari en yakınları Resulullah'ın inkar kıldı. Mesela Hadice anımız Ali radıyallahu anhu Zeyd ibn Harise muş Ebu Bekir diyende 3-4 adam hesaplanmagan çağda umum yüzlük 90% adam Resulullah'ını inkar kıldı. Özleri vay rastçıl, isli adam, katta adam, noç adam diyen gap ne? Men peygamber diyendikilerimiz inkar kıldı. İnkar kılışlılar toxtab kalmadı. Bu sarang dedi. Oya baksa bir adam narsani sarang desa azamda yani ig'ir kelam ekan men bu. Qattiq ro'y masalan hamma adam qo'yib 90% adam mau sarang degan. Mau sehrigar degan. Mau yog'onchi. Yani kazzab. Bu aloqa ajoyib ig'ir masala. Bo'libmi bir jamiyatda obro'yliq, inovatlik, samimiy, rostchil deb bir tunulgan bir shaxslar hammamiz qilib yo'q bu sarang, yog'onchi, o bu deb hamma odam bundoq tillasa, hatto bir ikki odam tillasam ko'ngli yerim bo'ladi inson deganki. 90% odam tillab, unistika o'zlari tillabla qolmay, boshqalarga tillab birda chet eldan kelganlarga. Makkaning sirtidan kelganlarga. Bundoq Rasulullohni mushunda qilaydi. Rasululloh shu tarixni o'qisa faqat bunga parvo qilib qolmagan ve üzünün haq deb mangan yolunu davamlaştırgan. Allah'a bo'lgan ishonchisini alqanqa ep qo'yib, davamlı Xudo bir aşı taqqa yo'linib turgandek Allah'a yo'linib, yani kendi bir taq yo'lab turgandek shunda ishonchi bilan oldi qarab payg'ambar alayhisalom mangan. Yana mening hayron qoldigan yerim, siz bilamda Rasulullohning qo'shnilari aziyat beradi, uyning oldiga axlat to'kib qo'yadi, tikanlarni chachatdi, beshiga hayvonlarningki ishga a'zolarini otib qo'ygan ayollar bor, shunami? Mening eng hayron qolgan yerim desam, Rasululloh mushu haqda faqat shikoyat qilmagan. Silmayli payg'ambarning hayotini o'qisa, payg'ambar bir kun qo'yib, Abu Jahl men ana qildi. Abu Lahab ma'ni qildi. Ummu Cemil ma'ni qildi, shikoyat qilmagan. Hatto men sizlarga deb turay. Mush Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamdan Oyisha onamiz ya Rasululloh sizning bashlarga kelgan eng ig'ir kun qaysi deb so'ramagan bo'lsa, biz Rasulullohning bashlarga kelgan eng ig'ir ishning nimaligini uqolmaydik. Nima uchun Rasululloh demagan? Meni beshim onda kun keldi, biz hozir debtgan bo'lam, onda o'qigan, biz manda qildik, sizni bexpoch aniq qildik. Taliblarni oldiga kelsak, biz degan manda o'qiganki, uxlamay o'qiydik, kunlik 10 soat o'qiydik, qatqinani jaqib o'qiydik deb biz deb ketimiz hamda. Rasululloh hayotida beshiga kelgan kulpatlarni bir odamga shikoyat qilib demagan. Mushu Uhud urushida Hamza radhiyallohu anhu Rasulullohni eng qo'llagan,
islomga eng zo'r kuch qotgan tog'asi Hamza roziyallohu o'lib ketgan vaqtda Rasululloh hayotida shu vaqtda ovozini chiqarib yig'lagan deydi. Şuna ola Ayşe anamız Resulullah'dan ey Allah'ın peygamberi senin beşinden ma kündüm yaman bir gün ötken mi dep sorganda Resulullah ötken. Oş men Taif'ga yani Hadice anamız peygamberlikinin 10. yılları Hadice anamız ve Ebu Talib peygamber sallallahu en iki manevi ve maddi yülençki bolgan iki kishi tuyab ketgandan Rasululloh Taifga chiqqan. Taif chiqqandan Taifdan Rasulullohni qattiq haqorat bilan qo'g'lab atgan. Rasululloh degan mana mush kun men eng beshimni ig'ir kelgan kun deb Oysha onamiz so'ragan ekan degan. Rasululloh bo'lmasa shu qattiq beshiga kelgan ishlardan shikoyat qilib bo'lmagan. Men mush nuqtani yani birinchisi shikoyat qilman, ikkinchisi parvo qilmay özünün yolunu davamlaştırıp davamlıq algıman. Aşında qoğulunub turupmu? Yani o xalqdan şikayet qilmaydi ana. Şikayet qilmaydi. Allahumma inni ashku da'fa quvvati ve havani alan nas. Ey Allah mening ojiz, men ojiz mening qo'limdan ishkamlikdan bo'ldi. Men itibarsizlashtirdim. Shunama lakal utba hatta tarda. Ey Allah sen razı bo'lishlik men sana yo'linaman. Yani meni tashlab qo'ymagan, o'qigan agar sanman, sallam meningdan xafa bo'lmasang, men hargiz bu ishdan norozi emas deb mas'uliyatni o'ziga otib, demak, yani Rasulullah'ningki biz eng musibatga muomala qilgan yerlardan birisi shikoyat qilmaslik, oldi qarab menish. Qat'iy shikoyat qilmaydi. Va uningga e'tiborim bermaydi. Bu biz o'rganish tegishlik musibatdan shu eng muhim nuqta deb qarayman. Sendillan g'azab bo'lmasa parvoyim panak. Xo'sh, endi Rasululloh musibatga uchirgan kishilarga o'ziga bunday muomala qiladi, o'ziga uchirganlar qanday nimalarga. Endi shu musibatlar bo'lgan shu kishilarga qanday muomala qiladi? Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam musibatga uchirgan kishilarga oldi bilan shularga nihoyatda hissdoshlik qiladi. Va ularga igi chiqadi, ularga ko'ngil biladi, ularning yig'isiga yig'laydi, g'amkin bo'lsa, Rasulullohga g'amkin bo'lib shularga bir yaqinligini bildiradi. Masalan, Ja'far radhiyallohu anhu bir qatimliq Rum bilan bo'lgan urushda shahid bo'lib ketib qoldi. Shahid bo'lib ketgandan keyin bu shahid o'tganlik xabari Rasulullohga vahiy orqali yetdi. Yetgandan keyin payg'ambar alayhisalom shu yerda hozir palani shahid bo'ldi, hozir pustani shahid bo'ldi, hozir bayroqni Ja'far oldi. Ja'far bir şehit oldu deb bir şu an cemaatini başlap Ja'far radıyallahu anh'ın uygu bardı. Esma anımızın qaşığı bardı. Esma bint Umays. Qaşığı berip assalamu aleykum deb uy kirip şu an Ja'far radıyallahu anh'ın ballarını Resulullah kucaklap purap gözlerden taram yaş çıktı demdi. Çıkatkendan keyin şu an Ja'far radıyallahu anh'ın ayoli Esma bint Umays radıyallahu anh ya Resulullah Ja'far to'g'riliq bir xabar kelib qoldi. Nima bo'ldi degan keyin xabar keldi. Ja'far shahid bo'lib ketdi. Degandan keyin u ayol ya Allah, voy mening ballalarim ushshaqdi, endi qanday qilamiz deb yig'lashga boshlaydi. Yig'lashga boshlagandan keyin shuna payg'ambar alayhisalom yig'lamanglar. Bu haq yo'lda shahid bo'lib ketdi. Yig'lamanglar deb ash ballarni, kichik ballarni deydi. Onu bizni yig'di deydi. Ja'fardan 4-5 balasını yig'ib, biz xuddi amni tuxumdan chiqqan chuchudaka biz mushta juduq deydi. Rasululloh o'shadan satarashni akanal deb satarashni chaqirib, beshlarini tushirib, Ja'far tamoq etal deb jamoatga tamoq etkizib, balaga tamoq yegizib, qandan keyin Asma radhiyallohu anha endi bu qandami qilamiz? Bu balla ushshaq tursa bizning beshim musobat kelgan joyda Rasululloh nim dedi. Al-aylata takhafina alayhim mush ballarning osh qilishdan, yalang'och qilishdan qo'rqamsiz. Men bu ballaga bu dunyoda oxiratda egisiman. Ikki dunyolik balni egisiman deb Rasululloh shu ballarning egisi bo'lganligini, bu ballarning yetim qolmaydiganligini, bu ballarning egisiz qolmaydiganligini shu yerda ifodalagan. Buni nimani ko'rib olamiz desa, Rasululloh ya'ni musibat egillarga egi chiqatdi. Tashlab qo'ymaydi. Yürükiga bag'riga basatdi. Ularning eng ansirgan, kichik bolalar, yetim bolalar qanday qilsin? Men egisiman deb maydisi ko'rib
Mundaq igi chiqqan. Shuningdan bilan birga masalan yani dedik Rasululloh g'am egilar bilan tan g'amnak bo'ladi dedi. Rasulullahninki qizi Zeynep anamızninki bir oğlu qattiq bir kesel olab ketdi da. Bir balası kesel olab ketdi. Şunun bilan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qishiga adam avatdi. Mening o'g'lim qattiq eg'ir musibat bo'lib qoldi. Rasululloh darhol kasb ekan. Degan Peygamber Aleyhisselam bir aldirash muhim davlat ishlari, da'vat ishlaridan aldirashganda dedi: "İnnallah inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta ve kullun 'indahu bi ajalin musamma." Baginam Allah'ның, ağınım Allah'ның, hamma adamning belgilab qo'ygan bir ajr va sabr qilsin va ajrni Allohdan kutsin. Meni salom yetkazinglar deb qo'yibdi. Qizi dedi: "Alloh bilan men Alloh haqida o'tnib qolay Payg'ambar alayhisalom bir kasb ekan" deb. Şan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Ubada, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu, Zeyd ibn Sabit'den billi badi. Şundan bas berip balını kuluğa aldı Peygamber aleyhisselam. Qarsa bu balı sakrat düşüp qalgan. Şundan Peygamber aleyhisselam'dan közlerinden taram yaş çık ketdi. Yığılab ketdi Peygamber aleyhisselam. Sahabeler hayran qaldı hamda. Bu asli bu xuddi yig'ilganlik Allohning taqdiriga norozi bo'lgandek menda bir ishlab tushunib qoldi ular. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'dan Allah'ın Peygamber neymiş? Siz bu yığılavatlığı o denken ma yığa Allah'ın müminin kalbide kılan bir merhamet. Bu bir merhamet. Yani bu yerde biz nemin düşünmezse yani Resulullah musibet ilgilerinin musibetiga yığılaydı. G'amkin bo'lsa g'amkin bo'ladi. Yani mesela bir qo'shnimizniki beşik musibet gelse biz xuddi yangi kiyimlarimizni kiyib uylarimizda qo'shol xo'ram kulib qilib kelsak to'g'ri emas demakchi. Bu yerda ugundig'imiz. Mesela bir adamın beşik musibet gelse biz mi? O'xshash uning bilan. Yani senin musibetin mening musibetim. Senin tugab ketgan anang mening anam. Senin beşin kelgan balo afat mening beshim kelgan deb uning bir histoshlik bildirish bak muhimchu. Bizning ashunday ishlarni jiq ko'ramiz. Mesela men hozir esim chiqmaydi. Burun bir Qashqarga berib qoldik. Qashqarga bir o'g'lining mashinasini suv qo'yib o'lib qolibdi. Qo'shnisi shu kun to'y qilib biz ma oyda musibatda qo'shnisi ashun naqsh muzikada hamda. Ashuna bir ishni ko'rgan. Demak, bu Rasululloh ashuna qiliqi g'amiga g'am, dardiga dard bo'ladi. Oxirsi Rasululloh dedi, bu Allohning mu'minning qalbida qolgan bir marhamat qilmaganlar marhamat qilinmaydi dedi. Xo'sh. Yani sen insanlarga marhamat qilsang, ko'ymisan, mehribonlik qilsang, Alloh senga mehribonlik qilmaydi dedi. Shundaq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga buni sabr qilishni o'rgatdi. Endi hammamiz bilamiz, bu dunyoda musibat chuqur bo'lgan ekan, biz sabr qilishimiz kerak. Yani sabr qilishimiz degan gap jim tu degan gap emas. Yani bu ish mening beshim kapdi. Endi mush ishni men qanday to'g'ri usulda hal qilib, yani shu kelgan musibatga to'g'ri inkas qaytganlikni sabr degan. Xo'sh. Yani bu sabr degan nima esa beshimizga kelgan har qanday baloy musibatga to'g'ri inkas qaytirish. Mesela şunun Peygamber Aleyhisselam şu qatadan mushu sabr qilish degandan qarshi tunji qadamda bo'ldi. Yani dastlabki qadamda bo'lgan gap. Bulduğunu bulup amal yo'q chaqda men sabr qildim emas. Aş beşinga tunji qatam aş hech kim o'zini tuta olmaydigan, o'zini yo'qitib qo'ydigan vaqtda sen o'zini yo'qitib qo'ymay, tamkinlik bilan, so'qqonlik bilan tura olsang bu sabr degan. Şu bir Peygamber Aleyhisselam bir kunsa balası tugab ketgan bir ayol balasının qabrisine yig'lab o'ltirganda, şu Peygamber Aleyhisselam sabr qiling debdi. Ayol Peygamber Aleyhisselamni ko'maylar. Voy sen men jiroqdo, sen beshama kun kapaqmagan, menga jiroqdir deb silkib etdi. İnşallah Rasululloh ketdi. Keyin men ayol boshqalar dedi, "Voy, men payg'ambarmi shundaq bu sizga gap qilgan" debdi. "Voy tov Xudoyim" deb Peygamber Aleyhisselamning uyiga kelib, "Ya Rasululloh, men uxmatma" debdi. Haqiqiy sabr degan shu. Inda sadmatul ula. Beshingizga musibat kelgan tunji daqiqalarda sabr qilasizsiz, ma sabr bo'ldi. O qildiganni qilib bo'lib, hammani aytib bo'ladi, men sabr qilay degan o sabr emas. Deb mana Peygamber sallallohu alayhi vasallam muhindaq o'rgatdi.
Yani sabrninki tunji qadamda beshimizga ish kelgan vaqtida o'zimizni tutib olishning muhimligi. Shundaqla Rasul akram sallallohu alayhi vasallam mushu sabri balay ofatninki beshimizga kelgan kulfatninki agar sabr qilib buningga bir to'g'ri inkosda bo'lsak, buning ajrining faqat jannat bo'lganligi bilan bishorat beradi. Xo'sh. Masalan, Rasululloh dastlabda shu islomni da'vat qilgan vaqtida ba'zi igijoqsiz, kuchsiz, ojiz kishilar Rasulullohga iymon etdi. Shu qatordan Yasir oilasi hamdi. Yasir oilasi. Endi bu Yasir oilasi qattiq zolimlar tarafidan faqat shu Rabbim Alloh deganligi uchun ya'ni jazolandi. Xuddi hozir bizning Sharq Turkistonga o'xshash. Boshqa gunohimiz yo'q. Rabbimiz Alloh deganlik. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom bularga nima dedi? Sabr qilinglar. Bordigan joyinglar jannat. Sabran ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Bu men deyman, shu beshimizga kun kelgan har bir millatga qilingan, har bir shaxsga qilgan eng yaxshi bishoratimdir. Agar shundaq yani qulimiz uni bir qulimizdan kelmaydigan bir musibat kelibdi. Masalan shu vaqtida ya Rasulullohning qutqizish quldan kelmaydi. Xo'sh. Ya Ammar oilasi, Yasir oilasining o'zini qutqizish quldan kelmaydi. Qanday qilish kerak bu vaqtida? Sabran ali Yasir fa inna maw'idukumul jannah. Sabr qilinglar, buning chuqum natijasi jannat bo'ladi. Men mana shunday bir narsa qistirib qo'ygim keldi. Masalan hozir bizning Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarining quliga beshiga mana shunday ig'ir musibat keldi. Nurg'ullarimiz azoblandik. Hamda ba'zilarimiz shu ota-onasini solab qo'ysa yoki solmay qo'ysa, jimmidi yetib olib ota-onama bir narsa kelib qolarmi deb solab qo'yganlari texim uni qilarmi deb qo'rqib yetib olganlar uchun. Endi meningmi taxminan 50 ga yaqin tuqqanlarim solaqda. Tamam. Men nima dedim sizlar ashlag'ash xuddi Rasululloh degandek men dedim sabr qilinglar, buning natijasi jannat deb parvo qilmay bu zulm qarshi maydonga chiqdik. Men boshqa qarindoshlarim shunday deyman. O kafirlardan, zalimlardan insof, marhamat tilab, bu zalimni qarshi turmay, tuğanlık yani ölümge nöbet saklab tuğanlık. Çünkü zalimde merhamet yok, zalimde insaf yok. O fırsat tapsa, kuldan kelsa ne bizge ne özünün yakınlarına merhamet kılmaydı. Şuna bu mesela mavcushi özünün en yakınlarını öldürgülük mavqıttay. Şuna ama Stalin degen zalim mi özünün en yakın adamlarını öldürgülük. Bu komünistlerin tabiati, bular kanxor. Bular xuddi parazit qurutdak, şu başqalarının ki bəxt saatini berbat qilish bilan, başqalarını öldürüşdən hayat yaşaydigan insanlar. Şunun için tuqqanlarga məşda kelsa, biz nima deb tasalli etishimiz kerak? Rasululloh dedi, sabr qilinglar, bordigan joy. Men shunday deyman tuqqanlarimizga, yaqinlarimizga, musibatlarga, to'g'rilarga musibat keldi. Yamani kelsa o'ludi. Yamani kelsa o'ludi. Men shuning yüz ishini ve bütün dünya Müslümanlarına muşun çağırma. Kıyamet günüsü ba, haq gün bu. Biz gündü Malik yevminde sürpatada okan Malik yevminden şu gün ba, hesap günü ba. Vallahi billahi aş Allah subhanahu ve taala kıyamet günüsü bulağı çokum ecir verirdi. Çünkü bular zulüm uçurgan bir insanlar. Şuna ecrini verip şula bir Allah'ın mukafatının tuncu kademini köge vaxtıda bütün muş dünyada çekken balayı afatın hemmisini unutuydu. Ben şunun mavuminin Allah'a iman etken kişiler deydi hangi mavu. Allah'a iman etsenler muşnun işini alın. Hadiste ba, muş dünyada en cepat atkan bir Müslümanı kıyamet günüse beşini şundak cennetin darvasını şundak kürdürüp beşini tatip edip sen dünyada nemi kökensin ben dünyada acayip padişahda yaşadı dedi. Öyle ve saadetini görüp bütün dünyadaki günüsü onu dedi. Muş dünyada en bəxtli yaşayan bir kapirini dozaqı beşini bir tıkıp dünyada qanday yaşagansa ben dünyada acayip bəxtsiz, unutid deydi. Bütün yaşayan xoşallıqını unutid deydi. Bu Peygamber'in hadisi. Şunun için vatandakilarga inşallah ular biz Uyghur halkı Müslüman bo'lganlikdan Uyghur halkı özünün kimligini, özünün dinini, özünün vatanida çın tuğanlıktan kapırlar şunun için cezalavatdı. Şunun için muş söz sabba abşuru ali Yasir
Xush bisharat elana. Ahirsi bardigan joying jannatda. Biz vatandakilarga shundaymiz inshaalloh. Xo'sh. Endi shu yuqoridan biraz so'zladik. Musibatninki ajri so'zlandi. Qandaq muomala qilishi, Rasulullohning qandaq muomala qilganligi so'zlandi. Ham shu nima uchun shuna sinoqlar eng boshda so'zlab o'tdi biraz imtihon dunyosi ekanligini. Shuni biraz açsak yani dünyada nima uchun sinilimiz, bu sinoqlar nima uchun yani? Endi biz deb keldik. Allah subhanahu wa ta'ala bu dunyoni imtihon dunyosi qildi, oxiratni jazo, mukofot dunyosi qildi. Buni bilganlar musibat uchun ancha qayg'urib ketmaslik kerak. Xo'shallik uchun ancha yayrab ketmaslik kerak. Chunki ikkilisi vaqtliq. Musibat bo'lsin vaqtliq. Xo'shallik bo'lsin-chu vaqtliq. Hamda Allah subhanahu wa ta'ala bu dunyoning musibatlarini oxiratning mukofotining sababi qildi. Oxiratning mukofotini bu dunyoning musibatlarining o'rnini to'ldirib turadigan qildi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala bizni nima uchun imtihon qildi degan chaqda imtihona bizdan sinoq. Bizga berilgan sinoq. Chunki sizlar bir normalda bir odamni ishiltiman deb bir mashu studiyada bir xizmatchini oldi ekansizlar. Azbaz sinab boqamsa ya kim o kelar ishladi bu. Azbaz sinaydi shunami? Bir xizmatchi qilish uchun. Allah subhanahu wa ta'ala insonningki ko'zi ko'rib boqmagan, qulqi anglab boqmagan, hatto qalbida tasavvur qilish mumkin bo'lmagan jannatni yaratdi. Jannat degan bir dunyoni yaratdi. Endi bu jannatni yaratib, endi bu mushundaq jannatning qadr bo'lish kerak endi. Xo'sh. Qadr bo'lish uchun shuni insonlarni yaratib, insonlarga erkinlik berib, insonlarni sinadi. Hem bu sınaqning bo'lishi bek muhim. Chunki sınaq bo'lmaydi ekan, biz hatto o'zimizni bilmaymiz. O'zimizning kim ekanligini bilmaymiz. O'zimizni va o'zgini bilmaymiz. Tamam. Sınaq kelgandan keyin mana qarab baqsizlar. Bizning nurg'un voy andaq esladam, mandaq esladam deganlar biz o'ylagandek chiqmay qoldi. Biz ko'zga ilmaydigan, biz xalq tunimaydigan, xalqning ichida hech kim bir nim qilmaydigan odamlar qanday bo'lib chiqdi? Haqiqiy dindor, haqiqiy vatan suydigan, haqiqiy millat suydigan, haqiqiy Alloh rizoligini suydigan insonlar bo'lib chiqdi. Vatanda Mazna xonum, imamma xonum maznani chaqirgan ahvollar hozir ko'rilyapti. Nurg'un odamlar tuqqanlarini tashlab tuqqmasdan chatalda nurg'un chataldagilar tuqqanlarga igi chiqmayapti. Ras, ya'ni uning tuqqanlarining davosini qilmasligi, tuqqanlar uchun guvohlik bermasligi, tuqqanlar uchun quldan kelishni namoyish, quldan kelishcha bir harakat qilmasligi tuqqanlikdan voz kechganlik u. Xo'sh. Bilaman. Ya'ni bu musibatlar qanday qildi bo'lsa, bizni mushundaq tavlab, yaxshi bilan yomanni arib, shuning Qur'oni Karimdami? Liyamizalloh. Xabisa minat tayyib. Yaxshi bilan yomanni arish uchun chuqur bir imtihon bo'lish kerak. Endi bu imtihonga cho'ng kichiklik qarta bizga asli shu imtihondan natija kelib chiqadi. Imtihon tas bo'lsa, uning ajr savobimcho katta bo'ladi. Shuning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam inna izamil jaza ma'izamil bala deydi. Mukofotning katta bo'lishi balo qazoning cho'ng bo'lishi bilan bo'ldi dedi. Sen kelgan balo qazo, imtihon qancha cho'ng bo'lsa, sen beriladigan mukofot shunda cho'ng bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bir odamni, bir qavmni yaxshi ko'rsa imtihon qildi dedi. Yaxshi ko'rsa imtihon qildi degan gap. Ya'ni sizga Harvarddan bakalam chaqiriq kelib qolmaydi. Harvarddan chaqiriq kelsa, o'sha imtihon berib maktabda o'qi desa, ya'ni siz alayda deb hisoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala deydi, ay yaxshi ko'rgan odamni Alloh imtihon qilib boqadi. Chunki arzimda shu salaflarimiz musibat kelmagan inson, hech bir hatto yillab og'ribmi qolmaydigan inson o'zini ansirish kerak debchi. Ya bunun bir qissa bor, bir sahobaning qizi, bir bilan to'y qildi.
to'y qilib 1 yildan keyin dadasining qashig'iga kelib, "Dada, meni edamiga berib ketgansa, shaytonga berib ketgansa." Oy qizim nima desa shunday axloq bo'lsa, 1 yil oldi, bir haqiqatan bir eshakdimi yiqib tushmadi. Ya og'rib boqmadi, men qo'rqdim bu imtihon qilindi bu. Sahabalar bir 40 kun qilinmasa, 40 kun beshiga bir sinoq kelmasa o'zida ansiraydi ekan. Chunki bu sinoq bizni tavlaydi. Hatto sinoq bizni pushuradi. Bizni ya'ni xuddi tumini pulatga aylantirish uchun o't qisilib, tavlagandaklan bir gap. Xo'sh. Allah subhanahu wa ta'ala imtihon qilib, imtihonni shunga bir gap bor-ku, Batur maydonda sina, Baturni maydonda sina, qo'mondan maydondan chiqdi degan gap bor-ku. Mushunda bo'lish orqali biz sinilimiz, rostchilar bilan yolg'onchilar ayrildigan gap. Haqiqiy Allah'ını söylediğin bilen qo'saq baqish uchun dindar bo'lganlar. Yani biz sinilimiz. Şu chuqum shunda bo'lish kerak. Bu sinalmaganlikning o'z asli bir bala. Chunki bu dunyoning xarakteri imtihon dunyosi. Bu bek muhim hamda. Ikkinchisi hamda Allah subhanahu wa ta'ala bu imtihonni bir o'limalarning 3 xilga ayirganchu. Bir xil imtihoni var. Sizlar xatolashib qolsalar, sizlarga yandirilgan qizil chiroq. Sizlarga yandirilgan qizil chiroq bo'ldi bu. To'xta deb. To'xta deb. Masalan, mashinani haydab ketib qolsalar, mashinada bir qizil chiroq yanib qolgan, yanib qolmamdi. Motorning bir chiroq yanib qoldi. Voy, bir chiroq yanib qoldi deb, shu chiroqning nima uchun yanib qolganligini bilginimiz aqlliqlarimiz. Voy, mashinada bir chiroq yanib qoldi, ajab yaxshi bir chiroq yanib qoldi deb, chiroqning yanib qolganini bilmaganlar galvonlamdi. Yani o agahlandırış çırqı. Yani mesele var. Derhal üzerine onşu var. Ma asabakum min musibetin febima kasabet eydikum ve ya'fu an kesir. Sizlerge yetken her kanda musibet üzerinin kılmış sebeplik buldu deydi. Yani elhamdülillah biz asli hatalaşıp, yani ben Uygur milleti kefarette uylap baksılar biz hazır mana muş iş beşimiz gipti. Hemmimiz özümüzden neticil gaflette yaşaganlıkımız. Şu yep içip ay 4 putuktan azraqlan farqımız qapti ekanda. Ya bizde bir alqin keraklik bir mahoratli odamlarning ozligini his qilyapmiz. Bilim, kitap o'qish, bizda yelaydigan, ichalaydigan odam shuncha olacak hamda. Abduqodir Kamning gapi bor, yeysa, ichsa, ganda ishlab chiqarsa deb. Rost gapchimi shu? O'ylab baqsizlar, biz chet elda o'qiyotgan 40 yil bo'ldi, qani bu o'qiganlar. Biz dinni o'qiyotimiz, qani bu o'qiyotganlar degim keldi meningki. Qani bu millatni davo qilgan, biz davomliq voy bizda nima yo'q, u yo'q, bu yo'q deb qaqshamiz. Yo'q bo'lishi biz tugishib birga berib qolgan. O'ylab baqsa, xalqning xalqaroliq yozuvchilari bo'l ekan, xalqning xalqaroliq siyosatchilari bo'l ekan, xalqning xalqaroliq olimlari bo'l ekan. Bizda-chu ba'amda, lekin bek oz. Yani biz o'ylab baqsa, biz 40 milyon, 35 milyon deb davo qilamiz. Qani bu millatning kerak qiladigan odamlar qani desa, alhamdulillah Allah bizni mush balani berib o'g'atdi-chimi bizni. Hamda yaxshi o'qisak bo'ladi, hamda adam bo'lsak bo'ladi, hamda dushimizni tonisak bo'ladi, hamda kimligimizni tonisak bo'ladi, hamda dinimizni qaytsak bo'ladi. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo mushni imtihon qildi. Imtihon qilmagan qanday odamni, imtihon qilmagan odam qanday odam desizlar? Imtihon qilmagan odam o'limga hukm qilinib, doktorlar ben turmada yetib baqqan, atadigan odamni akşamız kirib saqchi so'raydi. "Ati, nima yeysan qipirmiz" deb. Bu imtihon qilmagan odam ashuna o'xshaydi. Chunki o'limga mahkum, yival, ishchival qilib. Imtihon bo'lishini xohlamlar, ya ani qilaman. Tamam? Shu imtihon qilinganimiz, ya'ni bizningki davolanganligimiz. Albatta. Nima? Shuningga bu imtihon nimaga o'xshaydi desa, achchiq doriga o'xshaydi. O'zlarininki balı sulab qalsa, eng yaxshi ko'radigan odamga achchiq dorini ishkizamlar kasal bo'lsa. Ishkizmiz shundami? Imtihon, shun Alloh bir qavmni yaxshi ko'rsa imtihon qildi degan gap shu. Imtihon degan dori davolaydigan. Eng yaxshi ko'radigan odamga ishkizimiz, ba'zan da eng yaxshi ko'radigan odamning qo'sqini yerib parchalaymiz. Nima uchun? Davolash uchun. Shundaydi. Faman radiya falahu rida. Bu Allah'ın imtihanına razı bo'lganlardan Allah razı bo'ladi. Allah'ın imtihanına naqayil bo'lganlardan Allah g'azab qiladi deydi. Shuning uchun bu imtihana anadan keyin shu imtihanining bo'lishi abiya degan to'q
bizdeki kemçillik boğaltı imtihan buldu dedik ya. Peygamber Aleyhisselam ne deydi o dese? İza aradallahu bi abdihil hayra accele lehul uquba fi dunya dedi. Allah subhanahu ve taala bendesini yaxshi ko'rsa, o bende ötkazgan xatolikning jazosini mush dunyoda ham tugatadi dedi. Qiyomatga qoldirib qo'ymay. Ha? Hatto bedenimizga putimiz kirib ketgan bir tikanmi? Hatta shawka yushakuha dedi. Hatta putu kirgan tikanmi uningga bir ajr berib, shumi bizning xatoligimizning bedelini to'lagan bo'lamiz endi. Shuning uchun nima deydi? Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uning jazosini mush dunyoda tugatadi. Agar Alloh shu bandani yaxshi ko'rmagan bo'lsa, uning gunohi bilan tashlab qo'ydi, qiyomat kunida to'liq hisobini oldi deydi. Bunama shuning uchun bu imtihan agar to'g'ri tushunsak, bizni uyg'otadigan imtihan, bizni tavlaydigan imtihan, bizni g'aflatdan qutqizadigan imtihan va bizning kimning do'st, kimning dushman, kimning rostchil, kimning yolg'onchi ayirib olgan imtihan. Imtihan to'g'ri tushunsak ne'mat. Qanday adam imtihan qilmaydi bo'lsa, oliy maktabda o'qimaydigan, hech qanday qilmaydi. Hech kim imtihan olmaydi. Oliy maktabda o'qiyman degan odamda imtihan oladi. Shuning uchun bu imtihan biz uchun nihoyatda bak muhim. Masalan, shuning anidan keyin mana shu imtihan qilinganlar tushunish kerak. Bu imtihan qilayotgan zot ajoyib adil zot. Bizni imtihan qilayotgan, bizga balay musibat berayotgan Alloh adil. Ikkinchisi hammani bilguchi zot. Bizning vatanda bo'layotgan hozir biz tatva hammasini Alloh biladi. Buni Alloh bilir, her bilmediği şey yok. Bu işte bir hikmet var, bir işler var. Bunu bilişimiz gerek. Anadan keyin Ömer radıyallahu anh bir kipi açıyor. Lev kuşifel kadar deydi. Eğer bir insanın beşiğe, hazır mesela Türkistan'ın hazır beşimiz muş ahval kaldı şuna ama Allah subhanahu ve taala levhil mahfuzdaki takdir putilgan deptani kitabını içip Türkistan halkıga hazır ahvalını gösterdi deydi. Hazırki ahvalımızdan başkasını tanlamaydık. Tanlamaydı deydi. Çünkü eğer ma iş bulmasa nim bulduğalıqını biz bilmemiz o. Belki içi bitilsi bilimiz. İçi bitilsi bilimiz. Şunga eğer aşına köstüp koysa a insan şu hazır halatını tanlagan bulat dedi. Nimiş kaldı? Bir de o hazır. Ben daha belki nurgun nesini oylap kalamam. Muş imtihan bulmagan bolsa bak gaflet. Hakikaten gafletli yaşap dikemez şahsen ben. Oylap baksa bir devlet degan narsani jihmi oylap mı ketmaydi. Xitoy bo'z ketmasa, solab qo'ymasa, menda pul tepib yaxshi yashab, mashta o'ylagan ya biz ayna. Hammamiz ashta o'ylagan. Hamda hozir bayrog'imizni ko'taradigan bo'ldik. Hozir dinimiz deb to'laydigan bo'ldik. Hozir davlat Sharq Turkiston erkinlik, Xitoy kommunistning bizning tarixiy dushmanimiz ekanligi. Ularning bizga rahim qilmaydiganligi, ulardan qutulmay turib bizning beshimizga musibat ketmaydiganligi. Bizningki bu ikki dunyolik baxt saodatimiz mush kommunistlarni beshimizdan neri ishlatmay turib vujud chiqmaydiganligini tushundik. Bu imtihan bizga keldi. Shuning uchun oxirgi so'zim bütün beshiga musibat kelganlar musibatdan qutulishni o'ylamay musibatga qandaq javob berishni, qandaq pozitsiyada bo'lishni, qandaq inkasda bo'lishni o'ylash kerak. Qutulish o'ylamasan. Qandaq inkasda bo'lsa, mana bu imtihan. Qandaq pozitsiyada bo'lsa, qandaq inkas qaytarsa, bu kelgan musibatga bu muhim. Qandaq besh musibat kelibdi. Ahillarimiz qandaq inkas qaytaryotdi. Baylarimiz qandaq inkas qaytaryotdi. Shunami? Ziyolilarimiz qanday inkas qaytaryotdi. Ma millatning shirdak o'g'lonlari, qizlari ma beshimizga musibat qanday inkas qaytaryotdi. Bu muhim. Har bir odam buni o'ylash kerak. Bu imtihondagi eng muhim. Qutlush muhim emas. Lekin shuning bo'lgan pozitsiya maydon va inkas qaytarish shu ham muhim. Xo'sh. Endi shu ig'ir musibat kelguchi beshiga ig'ir musibat kelganlar ölümni arzu qilsa to'g'ri bo'lamdi degan bir mavzu bor. Hatto men bir 2 kun burun shu bir suhbat vatandagi bir torbatninki shu bir munozara betida qaynasha yo'llab qo'yibdi u narsani. Hozir vatandami shu to'la hatto o'zini o'ltirib oldigan shu musibat, hozir bo'layotgan ishlar sababidan
Bizning maldan falan o'tgan hafta mancha adam bizni o'ltirib oldi. Falan malda unda oldu. Hozir mesela ma'lum mezgillarda ko'payib qolyapti bu degandek ashuna ushurlar bor sahifani avatib qo'yibdim vatanning to'rbetini. Endi shu bu masalaga hamda arzu qilish masalasi. Yo'q. O'ltirilishga bo'lmaydiganligi aniq. Aniq. Bu manda asli shu. Agar shunchalik biz musulmonlar asli zulmni qarshi buyurilgan. Men qutila duna mali fa huwa shahid va men qutila duna irdihi fa huwa shahid. O'zining mol mulkini qo'g'dab, o'zining qadr qimmati, shon sharafini qo'g'dab o'lgan odam shahid degan. Asli qarshi turishimiz kerak. Nima deb o'ylab olsa? Qarshi turib o'lsang shahid. Ammo uning chidamay o'lsang-chi, o'zini o'ltirib olgan bo'ldi. Asli bu. Ya'ni bir odam o'limi girdog'iga zodi ben chidamasa, qarshi turish kerak. Hech bo'lmasa, shundama birasining ko'zini bir chiqirib o'tib bo'lsa-ma, bo'lsa bir nachini o'tirib qarshi turish kerak agar zolim bo'lsa. Bo'yliqi o'zini o'ltirilishi yo'q, qarshi turib o'lish kerak. O chaqda o'zini o'ltirib olgan bo'lmaydi. Balki shahid bo'ldi. Ammo berlam igiz binadan pokut o'zini tashlab olib, yoki voy men ey Alloh jinimni ep kessang, men chidimidan bu dunyodan kessam deyish bu xato. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam dedi: La yatamanna ahadukumul maut li durrin asabahu dedi. Sizlarning bir sana bir kelgan balay musibat sabablik o'limni arzu qilmasin dedi. O'limni arzu qilmasin. O'lib ketsam, bu dunyodan ketsam, mendan qutulsanglar demasin. Ammo faqat beshiga kelgan ig'ir musibat zodi bir amalsiz qolgan vaqtida nima desin? Ey Alloh, duo qilsin. Mening mush dunyoda hayot yashashim, dunyo va oxiratligim uchun foydali bo'lsa, meni yashatqin. Agar mening yashashim dunyo oxiratligim uchun ziyonli bo'lsa, meni vaqtida ep ketgin deb duo qilsa bo'ladi. Ammo o'zini o'ltirishga qat'iy harom, orzu qilishga bo'lmaydi o'limni. Chunki bu Alloh bergan hayotlik. Bu hayotlikni qadrlash kerak. Va bu hayotlik Alloh subhanahu va taolo adolat haqiqat uchun yashab, zolimlarga qarshi turish uchun Alloh bizni shuning uchun dunyoni gullantirish uchun, zulmni yo'q qilish uchun, dunyoda bir xalqaro adolat tuzumining barpo bo'lishi uchun bizni yaratgan. Sizni zaminni xalifa qildim degan shu. Biz zaminda Allohning bir yer sharida bir xalqaro adolat tuzumi barpo bo'lmoqchi. Shuni barpo qilamiz biz. Shuning uchun uni arzu qilib bo'lmaydi. Faqat bu bo'lganda mana shu duoni qilib bo'ldi. Xo'sh, ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizning oxiriga kelib qoldik. Bugungi tushgan savol ro'zador tish pastasi bilan tishini cho'tkilsa ro'zasiga ta'sir bo'ladi dedi. Endi Ramazonda tish pastasi bilan tishini yuvsa ro'za singmaydi. Lekin chuqum og'izdan suv o'tib ketmasligi kerak. Buni normalda o'tib ketmaydi hamda. Nima ish qilmaydi degan chaqda hadisda Rasul akram sallallohu alayhi va sallam as-siwaku mutahharatun lil fam va mardatun lirrab deb. Misvak og'izni dezinfeksiya qiluvchi, ya'ni tozalag'uvchi va Allohni rozi qiluvchi. Misvak bilan tish pastasini qanday bo'layapti? Hamda ulamolarimiz misvak yo'q yerda shuning o'rnini tish pastasi oldi deb fatvo bergan. Misvak ishiltish afzal. Chunki misvakdagi suyuqlik hozirgi eng yaxshi tish pastasidan 2 kassi yaxshi ekan. Buni Germaniyaning bir tadqiqotini o'qiganman. Misvak yog'idagi chiqqan suyuqlik. Anandan keyin shu payg'ambar sallam laula ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Ummatimga tasbub qilmasin, mushaqqat bo'lsa misvakni buyurdim degan, misvakni farz qildim degan. Anandan keyin bu misvaklash, ya'ni ro'zini singdirib o'tadigan omillar qatorida yo'q. Xo'sh. Ibn Baz rahmatullohi alayhidan so'ralgan. Shu og'izni cho'tkilsa ro'z singmadi degancha Ibn Baz rahmatullohi alayhi Saudiya Arabistonining sobiq muftisi singmaydi deb javob bergan. Shunga o'xshash, masalan, og'iz ba'zi odamlarning nafs qilib og'izga chachadigan ba'zi dorilar va uningga singmaydi deb javob bergan. Bir gazsiman bir narsani chachadi og'izga. Og'iz bek ichishgan, ochiq qolganlar. Nafasni ravondirish uchun. Ashunga singmaydi deb javob bergan. So'ng Ramazonda masalan ba'zilar suv ichsak singamdi deb so'raydi. Suv ichsimi og'izdan suv kirib ketmasa singmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi suv ichgan vaqtda dengizga tushib qolsa, ama bo'ynini suvning ichiga tiqmay, cho'kmay tushsa,
Adeta munchoqchisi mu roza sığmaydı. Köpten köp rahmet. Programımızın ahırı geldik inşallah. Evet, devam ettiremiz. Kadirlik görülmelerimiz şuna kadar bugünkü mana bu Resulullah programımızın 13. sani vaqt itibarı bilen biraz eşip ketken bolsun belirlenen vaqtdan müşahede ahırlaştı. İnşallah Allah ömür verse. Atiki programımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. İcabetlik dualarında bu güzel minutlarda, güzel aylarda bizler üçün bu dua kılıp koşanlarını tövbeçlik bilen ümit kılımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. قلبي المتيم كل